Bismillahirrohmanirrohim. Mana Xudo xohlasa challenge'imizni boshladik va bu uchun qo'yib boradigan darsliklarimiz bo'yicha kitoblar bilan tanishtirgandik. Bu Miftahul Arabiyya B1 kitobining o'qib tushunish qismi bo'ladi. Bunda darsliklarni Xudo xohlasa shoshilmasdan o'qib berishlikka harakat qilaman. Kitobni PDF shakli ijtimoiy tarmoqlarda mavjud. Agar siz boshqa shahardan bo'ladigan bo'lsangiz, lekin Namangan shahridan bo'lsangiz, kitobni olib chiqarib olganingiz yaxshiroq bo'ladi, Xudo xohlasa. Xo'p. Kitob o'zi umuman Miftahul Arabiyyada xabaringda bo'ladigan bo'lsa, A0 daraja ham bor. Bizda hozir o'qitilmaydi umuman. A1 darajada ikkita kitob, o'qib tushunish hamda tinglab tushunish. A2 darajada ham ikkita kitob, o'qib tushunish hamda tinglab tushunish. Bu esa B1, keyingisi B2 kitoblari bor. O'zi umuman bu kitobni biz odatda darajasi B1 dan yuqori bo'lgan o'quvchilarga tavsiya qilamiz hamda o'zimizda Ravza ta'limda shu bo'yicha darsliklar o'tiladi. Xo'p, al-wahdatul ula, birinchi bob min as-sifri ila al-qimma, ya'ni 0 dan yuqoriga deb turib bir shaxsni hayotini bizga hikoya qilib beriladi Sulaymon Rojihiyni. Kitobda avvalo mufradotlardan boshlanadi. Ya'ni kitob davomida beriladigan mufradotlar bu bo'yicha mayli aytib o'taman. Misol uchun asli bunday deyilgan. Xudo xolisa darsligimiz yonida surat chiqadi. Surat bo'yicha aytiladigan bo'lsa, mana al-mufradatul jadida jizr ma'na jumlatun mufida min insha'ik. Ya'ni yangi mufradotlar, yangi lug'atlar jizr, ya'ni kalimaning asli, ildizi, ma'nosi va shunga o'z inshoyingdan bir jumla tuzib qo'yadigan ma'nosini beradi. Misol uchun intaqala yantaqilu intiqolun. Intaqala ko'chmoq degani, ko'chib o'tmoq degani. Buni jizri nima degani? Naqala. Ma'nosi demak ko'chmoq. Endi bunga siz jumla tuzib qo'yishingiz kerak. Aytaylik, Sodiqun intaqala min baytihi ila baytin jadid. Sodiq o'z uyidan boshqa yangi bir uyga ko'chib o'tdi. Umuman biz agar jumla tuzib qo'yadigan bo'lsak, yodlaydigan so'zlarimiz yaxshiroq miyamizda qoladi. Iltahaqa o'qishga kirmoq ma'nosida, bu lahiqodan chiqqan ma'nosi demak o'qishga kirmoq. Iltahoqaga qanaqa gap tuzamiz? Aytaylik, iltahoqa Usmon bil madrasa. Usmon maktabga kirdi ma'nosida ham ishlatsa bo'ladi. Marosa shug'ullanmoq, aksaba o'rganmoq, kasb orttirmoq. Qoma bi bilan bo'ladigan bo'lsa, amalga oshirmoq. Itturro yoki utturro ikki xil ma'nosida, ikki xil holatda ham qo'laveradi. Bu majbur bo'lmoq. Iftataha do'kon ochmoq, joy ochmoq ma'nosida. Saddada qoplamoq. Tatavvura rivojlanmoq. Ansha'a asos solmoq. Assasa ham asos solmoq. Bittasi barpo qilmoq, ikkinchisi asos solmoq. Imtalaka egalik qilmoq. Inhasaro cheklanib qolmoq. Vazza'a tarqatmoq. Naffada amalga oshirmoq. Xibratun tajriba. Muntaj mahsulot. Majal soha. Bularga iloji boricha gap tuzib qo'ysangiz juda ham yaxshi ish bo'ladi. Xo'p, endi uktubil mufrada wal jam'a lil kalimati allati tahtaha khat. Tagida chiziq bo'lgan kalimalarni birlik yoki ko'pligini keltir deyapti. Alghatil jami'atil imtihanati bi sababi zurufil jawiyyati sayyi'a. Xo'p, bu yerda tagiga chiziq chizilgan gap nima? Az-zuruf. Zuruf degani holat. Buni birligi zarf ma'nosida ham keladi. Xo'p, tarjimasi nima deyapti? Universitet yomon havo tufayli, yomon havo sharoiti tufayli imtihonlarni bekor qildi. الهدف من المؤسسات الخيرية مساعدة المحتاجين. Xayriya muassasalaridan maqsad muhtojlarga yordam berishlikdir. Muassasatga chiziq chizilgan, biz buni muassasatun deb birligini keltiramiz. Tahtammul hukumatu bi tatwiril majali siyahiyyi wal iqtisadiyyi. Hukumat iqtisodiy va sayohat sohalarini rivojlantirishga ahamiyat qaratyapti. Majal soha bitta soha bo'ladigan bo'lsa, majallat sohalar ma'nosida keladi. Abi lahu thalathatu ashiqqai Ahmadu va Muhammadu va Ali. Otamning 3 ta birodarlari, aka-ukalari bor. Ahmad, Muhammad va Alidir. Ashiqqoni birligi shaqiq, ya'ni tug'ishgan aka-uka ma'nosida. Ladayya aktharu min tajribatin fi at-ta'lim. Menda ta'lim berishlikda tajribadan ham ko'proq narsa bor deyapti. Tajribatning ko'pligi tajribat yoki tajarib deb keladi. Miftahul Arabiyyaning menga eng yoqqan taraflari biz yodlayotgan mufradotlarni ba'zida diddini, ya'ni ma'no antonim deymizmi yoki antonimini, ba'zida esa murodifini keltiradi. Ya'ni qarama-qarshi ma'nolarini va ma'nodoshlarini ishlatishlikka bizni majburlaydi. Hatto buni o'zida xommen, ya'ni taxmin qil deb turib ma'nolar keladi. Har kitob davomida ko'ramiz. Bu bizni aytaylik katta tekstlarda o'qiyotganimizda doimo yonimizda lug'at bo'lmagan paytda shu so'zni o'zini bir taxmin qilib o'tib ketishlikka ham undaydi.
Endi bu yerda aytyapti. Uktubi diddal kalimat. Kalimalarni ziddini, teskarisini yozing. Allati tahtaha xat. Ostida chiziq bo'lganlarni. Aghlaqati sharikatu abwabaha as-sa'ata al-khamisa. Ya'ni shirkat, firma o'z eshiklarini soat 5 da ag'laqat, yopdi. Endi biz ag'laqoni teskarisi ochdi deydigan bo'lsak, iftataha yoki fataha deb ishlatishimiz mumkin. ولد سليمان الراجحي عام 1929 1929 miladiyan, ya'ni Sulaymon Rojihiy 1929-milodiy yilda tug'ildi. O'lidani teskarisi mata emas. Mata odatda qo'polroq ishlaydi. O'ldi demaymiz-ku biz o'zbek tilida ham, misol uchun vafot etdi. Shuning uchun tuvfiya degan fe'l bunga mos tushadi. Intaqala Rojihiy ila al-hayat al-amaliyya liyata'allama minha mubasharatan. Demak, o'sha Sulaymon Rojihiy ish hayotiga undan to'g'ridan-to'g'ri o'rganishlik uchun ko'chib o'tdi. Endi intaqala ko'chib o'tdi deydigan bo'lsak, intaqolaning teskarisi aqoma, ya'ni turib qoldi ma'nosida ishlaydi teskarisi. Kanat at-tajarib al-amaliyya khayra muallimin lir-Rojihiy. Demak, Sulaymon Rojihiy uchun amaliy tajribalar eng yaxshi muallim bo'ldi. Demak, xoyroni teskarisi sayyi'un yoki sharrun. Ikkitasi ham ishlayveradi. Ulida Sulaymon ar-Rojihiy fi usratin faqiratin. Sulaymon Rojihiy kambag'al oilada tug'ildi. Faqiron teskarisi g'aniyya. Kana ar-Rojihiy yajma'u fadalat al-ibl fi waqti faraghihi. Sulaymon Rojihiy bo'sh vaqtlarida tuyaning tezaklarini yig'ar edi. Fadolat tezak ma'nosida ishlaydi, ya'ni ularda ham o'sha paytlarda tezak yoqilgan yoki ishlatilgan ekan. Vaqti farog'ihi, bo'sh vaqt desak, biz endi buni vaqti shug'lihi, ya'ni ish vaqti deb tarjima qilishimiz mumkin. Demak, birinchisi mufradotlarga jizrini yozamiz, ma'nosini yozamiz, har bittasiga gap tuzib chiqamiz, ularni keyin bu yerda berilgan birlik ko'pligini yozamiz, bu yerda tagida bo'lsa teskarisini yozib chiqamiz. Yana endi ثانيا المناقشة التمهيدية, ya'ni tekst boshlanishidan oldin bizga birinchi munoqasha uchun mavzu beryapti. Hal ta'rifu shaxsan kana faqiran va asbaha ghaniyan man huwa? Ya'ni siz oldin kambag'al bo'lgan, keyin boyib ketgan biror bir shaxsni taniysizmi? U kim deyapti? Madha fa'ala li yusbiha ghaniyan? U boyib ketish uchun nimalar qildi? Madha ta'rifuna anil milliarder Sulaymon Rojihiy? Siz milliarder Sulaymon Rojihiy haqida nimalar bilasiz? Bizda endi ya'ni o'zbeklarda bu shaxsni ko'pchilik tanimaydi, lekin xudo xolasa hozir tekst o'qiganimizdan keyin tanib olishadi. Endi tekstga o'tamiz, matnga. Ar-Rojihiy milliarder intaqala min as-sifr, ya'ni noldan chiqqan milliarder Sulaymon Rojihiy haqida bo'ladi. ولد سليمان الراجحي في عائلة فقيرة. demak Sulaymon Rojihiy kambag'al bir oilada tavallud topdi. وذلك في عام 1929 في منطقة البكيرية في السعودية. Va bu 1929-yil Saudiyaning Bakiriya mintaqasida sodir bo'ldi. وهو الابن الثالث في العائلة. U kishi oilada 3-farzand ekanlar. بسبب ظروف الحياة القاسية انتقل والده وأخواه عبد الله وصالح إلى العمل في الرياض. Demak, oilaviy qiyin sharoitlari sababidan Sulaymon Rojihiyning otasi va uning ikki akasi Abdulloh va Solih Riyozda ishlashlik uchun ko'chib ketishdi. Riyoz Saudiyaning poytaxti Ar-Riyod. ثم عادوا ليأخذوا بقية العائلة إلى الرياض. So'ngra oilaning qolgan qismini olib ketishlik uchun qaytib kelishdi. وذلك عندما كان سليمان في الثامنة من عمره. Va bu hodisa Sulaymon Rojihiyning 8 yoshligida sodir bo'ldi. Ay fi ami 1937, ya'ni bu hodisa 1937-yilda bo'ldi. لم يلتحق سليمان الراجحي بمدارس أو مؤسسات تعليمية نظامية. Sulaymon Rojihiy maktabga yoki ta'lim muassasalariga kirgani yo'q. واختار الحياة العملية ليتعلم منها مباشرة. balki da to'g'ridan to'g'ri o'rganishlik uchun amaliy hayotni tanladi. فالتجارب العملية كانت بالنسبة له خير معلم. Amaliy tajribalar u uchun eng yaxshi o'qituvchi bo'ldi. مارس الراجحي أعمالا كثيرا فعمل حمالا وحارسا لبضاعة البائعين في السوق. Rojihiy juda ko'p ishlar bilan shug'ullandi. Hammol bo'ldi, yuk tashuvchi va bozordagi bir necha savdogarlarning qo'riqchisi bo'ldi.
وفي وقت الفراغ كان يجمع فدلات الإبل التي كانت تباع لتستخدم في الطبخ والتدفئة. وبوش vaqtlarida esa tuyaning tezaklarini yig'ar edi. Odatda ana shu tuyaning tezaklari ovqat pishirishlik va isitishlik uchun ishlatish uchun sotilardi. كما عمل في البناء وغيره من المهن التي أكسبته خبرة بأهوال السوق وطرق التعامل مع مختلف الناس وطرق التجربة. طرق التجارة كانزور ويانا xuddi shu asnoda qurilish ishlarida ham ishladi va yana boshqa kasblarni ham qildiki, ana shu qilgan ishlarning barchasi unga bozor ahvoli va har xil insonlar bilan muomala qilish yo'llarini va tijorat yo'llaridan unga tajriba o'rgatdi. بعد ذلك وفي عام 1943 قام بافتتاح دكان صغير في حي المربع وباع فيه الحلويات. وشundan keyin 1943-yilda Marba mahallasida kichkinagina bir do'kon ochdi va u yerda shirinliklar sotardi. Va bil idofati ila ba'dil muntajat kashay va sukkar val kibrit va g'ayriha min al muntajat al ukhra. Va yana o'sha holvalarga qo'shib choy, shakar, gugut va boshqa mahsulotlarni sotadigan do'kon ochdi. اضطر سليمان إلى بيع الدكان في عام 1945 ليسدد تكاليف الزواج. Va 1945-yilda, ya'ni do'konni ochgandan keyin 2 yildan keyin to'y rasxodlarini, to'y xarajatlarini qoplashlik uchun Sulaymon o'z do'konini sotishga majbur bo'ldi. وفي عام 1945 انتقل الراجحي إلى مدينة جدة للعمل مع شقيقه الأكبر صالح. Va 1945-yilni o'zida Sulaymon Rojihiy katta akasi Solih bilan ishlashlik uchun Jidda shahriga ko'chib kelishdi. Riyozdan Jiddaga qaytib kelishdi ya'ni. وليكون مسؤولا عن النشاط التجاري الخاص بالصرافة في جدة ومكة المكرمة. Va u yerda maxsus valyuta savdosiga mas'ul bo'lishlik uchun va bu valyuta savdosi Jidda hamda Makka mukarramada ishlar edi. ويوما بعد يوم وسنة بعد أخرى تطورت أعمال الراجحي في مجالات مختلفة. يعني kundan kun, yildan yil o'tib, Sulaymon Rojihiyning ishlari ko'p sohalarda rivojlandi. فأسس مصرف الراجحي مع إخوته ليكون أول مصرف إسلامي في السعودية. Va Sulaymon Rojihiy aka-ukalari bilan birgalikda birinchi Saudiyadagi islomiy bankka asos soldi va bu bankning nomi Rojihiy banki bo'ldi. وأحد أهم المصارف الإسلامية الكبرى في العالم. Va ana shu bank dunyodagi islomiy banklarning eng ahamiyatlilaridan biri bo'ldi. فامتلك العديد من الشركات في مجالات مختلفة. Va yana Sulaymon Rojihiy turli xil sohalarda bir necha shirkatlarga egalik qildi. ولم ينحصر عمله في السعودية فحسب بل انتقل إلى دول عربية وإلى دول جنوب شرق آسيا وعلى رأسها ماليزيا. Uning ishlari Saudiyaning o'zidagina cheklanib qolmadi, balki boshqa arab davlatlariga ham ko'chdi va hatto Sharqiy Osiyo janubi davlatlariga ham va ana shu davlatlarning eng boshida Malayziya davlati ham bor ediki, o'sha yerda ham uning bizneslari bor edi. كان الراجحي منذ شبابه يحمل الزكاة ليوزعها على محتاجين والفقراء. Sulaymon Rojihiy yoshligidan zakotlarni olib kambag'al va muhtojlarga tarqatar edi. وتعرف خلال عمله إلى العديد من الرجال الأعمال الذين يعملون في الأعمال الخيرية. Va o'z ishlari bilan Sulaymon Rojihiy xayriya ishlarini bajaradigan biznesmenlardan bir nechasi yo'q. Bu yerdan kesamiz. تعرف خلال عمله إلى العديد من رجال. Sulaymon Rojihiy o'z xayriya ishlarini amalga oshiradigan bir necha biznesmenlardan bittasi bo'lib tanildi. Ya'ni ko'p xayriya ishlarini qilgandan. Va fi ami 1983 قام الشيخ سليمان بإنشاء جهة خاصة لتنفيذ الأعمال الخيرية. Va 1983-yil Shayx Sulaymon Rojihiy alohida bir shirkat ochdiki, u yerda xayriya ishlarini amalga oshiradigan. وكان هدفها تقديم الخدمات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية الخيرية. Va ana shu shirkatning maqsadi xayriya xizmatlarini xayriya ijtimoiy harbiya muassasalarga taqdim qilish bo'lgan edi.
Bu bu sarlavha al-masdar al-mawqi al-jazira mawaqi'u elektroniyya bitasarruf. Ya'ni Al Jazeera gazetasida, Al Jazeera saytida kelgan ekan. Savol-javoblar bo'ladi. Savol-javoblar osonroq bo'ladi. Buni Xudo xohlasa o'zingizlar qilsanglar ham bo'laveradi. Hop, bugungi darsimiz shundan iborat bo'ladi. Cho'zilib ketib qolsa vaqti bo'lmaydi. Savol-javoblar qismi bo'ladi. Savol-javoblar qismi bilan lug'aviyya qismida Xudo xohlasa yana bir marta uchrashamiz. Ungacha shu tekstni o'zingiz lug'atlarni yozib, boshqatdan shunaqangi tarjima qilib ko'rishga harakat qilsangiz bo'ladi. Vazifalarni tashlashlik uchun Instagramda ham, YouTube'da ham, Telegramda bitta sahifa qoldiramiz, bir shaxs sahifasi qoldiramiz. U yerga tushunmagan savollaringizni bemalol so'rashinglar mumkin bo'ladi.